kompotga shakar qo'shmasak bo'lmaydi, kechirasan. Qanday kompotga shakar qo'shsan? O'rikdan kompot qilib bersak ichadimi, ichmaydimi? Больницada o'tirgan o'zining doimiy firmasidan pul olmaguncha boshqadan dori olishga niyati yo'q. Arzon dorini olmay, bitta sistema o'zimizda ishlab chiqarilayotgan sistema 2 barobar narxda mana kecha ham birjadan urib oldi. Dori-darmon. Bular nima qilyapti? Kerakli dorini olmayapti. Keraksiz hech kimga o'tmay qo'ygan dorini bansiga tiqib yuboryapti. Sroga yaqin narsani hammasini urib yuboryapti. Doktorlar firma bilan kelishib dorini yozyapti. Bizlar bunga chek qo'yishimiz kerak. Kerak emas dorini yozyapti. Prezidentimiz shu hammasiga mana shu qattiq turgan shundan. Nima uchun bolalar o'lyapti? Sabab kamqon, eri ham qaramayapti. Homilador ekan, patronaj hamshira borib, temirni saqlaydigan dorilar tekin berilyapti-ku davlatdan. Uni bir uchot ham yurtilmaydi. Shuni nimaga olib borib bir pachkasini bir 60 ta turadi-da unda. Bir oy ichgan shuni bir kunda 2 mahaldan qoni joyiga tushadi shu ayol. Qizil lavlagi bozor to'la. Yiy olmasang, shuni soqqada, shu misrovkadan chiqarib siqib ichib yorgan bir kuniga mana shu yarim stakandan har kuni bir oy ichgan bolang ham sog'lom bo'ladi, o'zing ham sog'lom bo'lasan. Shuningdek, aholi salomatligini mustahkamlashda sog'lom turmush tarzini, ayniqsa to'g'ri va sifatli ovqatlanishni targ'ib qilish muhimligi alohida ta'kidlandi. Maktabgacha ta'lim muassasalari, shifoxonalar va harbiy qismlarni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda mahalliy, sifatli va tabiiy mahsulotlardan keng foydalanish zarurligi qayd etildi. Parametrlarni analizini qilib turish kerak. Hech bo'lmasa gemoglobinni o'lchatib tursa bo'ladi-ku, davleniyani o'lchatib tursa bo'ladi-ku. Qora mag'iz ye desa bo'ladi-ku. Siz aytganda lavlagini sokin chiqarib hamma joyda sotyapti, hozir odamlar olmaydi. Oshqovoq bilan olmani jim qilib bir stakan solib ertalab shunday bolaga ichirgin, oshqovoqni o'zini bersak ichmaydi. Olma bilan bersa ichadimi? Yoki shunday pavitlon nonni ustiga jim qilib surtib bersak yeydimi mazza qilib? Kecha olimda olib kelib shakarni zararini o'rgattirdim. Hamma tonnalab shakar yeyapti. Bizlar hozir 1000 tonna shakarni Surxondaryoda importini qisqartirsak, shakarda bozorda narxi arzon bo'ladi. Viloyat rahbari mahalliylashtirish masalalariga ham alohida to'xtalib, qurilish, sanoat va oziq-ovqat bozorini ichki imkoniyatlar hisobidan ta'minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda mahalliy mahsulot va kontent ulushini oshirish zarurligini ta'kidladi. Nima uchun oyog'imiz tagida 3000 tonna asal ishlab chiqarayotganmiz? Nima asal yemaymiz biz? Nima bitta baliqching boy bo'lsa, haqqing ketadi. Shuncha baliqchilar bor. Qilsin, nima uchun bizlar Vyetnamdan baliq olib kelib berishimiz kerak bolalarga?